Mutlaqo bema'ni ekspertlar Archerning uzoq vaqt yo'qligiga munosabat bildirishmoqda. Sobiq qora qalpoqli dengizchi Saymon Doul Angliya terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi o'yinda ishtirok eta olmagani Jofra Archerni tanqid qildi va tezkor bowlingchi seriyaning dastlabki 2 o'yinini o'tkazib yuborishi mumkinligi haqidagi xabarlarni mutlaqo bema'nilik deb atadi. Nima uchun Jahon chempionati 2026 tarixdagi eng bahsli bo'lishi mumkin? Kanal 4 yangiliklar, Substack. ikki ming yigirma olti yilgi FIFA Jahon chempionati o'yinlari taqvimi, barcha o'yinlar va natijalar. Filadelfiya FIFA muxlislar festivali va 2026 yilgi Jahon chempionati o'yinlari oldidan to'xtash joyi, tranzit va xavfsizlik ma'lumotlarini e'lon qildi. 6 Filadelfiya Konate Liverpooldan ketganidan keyin Realga o'tishga yaqin turibdi. Fransiyalik himoyachi Ibrahima Konate Real bilan La Liga klubiga tekinga o'tish borasida muzokaralar olib bormoqda.